Qadrli do'stlar, assalomu alaykum. Kommentariya kelgan ekan. Qishloq joydan do'kon ochishim uchun qancha pul kerak? Ilgari cho'ntagimizdan qarardik, cho'ntagimizdan so'rardik, yo birorta do'kon ochgandan so'rab qo'ya qolardik. Hozir unday emas. Hozir raqobatchidan so'raladi. Bu nima degani desa, ikkita kishi o'rmonda ketayotgan ekan, sher quvib qopti. Bir vahshiy sher yeyman deb quvib qopti. Shunda bitta sherga qochibdi. Ikkinchisi to'plarsigina ipini bog'layotgan ekan. Nima sen qochmayapsan desa, sen o'zingni bil. Bu sherdan qochish uchun uzoqqa borishim shart emas. Sendan bir qadam oldinga o'tsam bo'ldi degan ekan. Ma'no nima desa, do'kon ochayotganda savdo qilish uchun raqobatchidan bir qadam oldinga o'tsang bo'ldi. Ya'ni uni tovari ko'pmi? Sen unikidan ko'proq qilib qo'yasan. Uni do'koni chiroylimi? Siz undan ko'proq, undan chiroyliroq qilib qo'yasiz. Qisqasini aytganda, do'kon ochish uchun raqobatchiga qaraladi. Katta do'konni oldiga kichkinagina butka qilib qo'ysangiz, o'sha yerda yurib ketish ehtimoli sal pastroq bo'ladi. Yuradi, bu do'kon deb qo'yilibdi. Do'konda hech savdo bo'lmay qolmaydi. Biz do'kon ochishda niyat to'g'ri qilinadi, nomeradin bo'laman deb. Ilgari oziq-ovqat do'koni bozoriga, umuman qaysi bozor bo'lsa ham kirish oson edi. Masalan, Luboy sohani boshlash oson edi, chunki raqobat yo'q edi. Raqobat bo'lgan sari, mana raqobat kuchayib boryapti, hamma sohada kuchayib boryapti. Endi sotish muammo bo'ladi, endi klientlar, raqobat paydo bo'ldi, endi marketing degan so'z paydo bo'ldi. Servis, xizmat ko'rsatish, boshqa reklama degan narsalar ehtiyoj paydo bo'ldi. Ilgari reklamaga ehtiyoj yo'q edi, chunki falon qishloqda falonchi boy bor edi. Falonchi boyi nomi bor edi, do'kon nomi ham o'sha falonchi edi. Hamma o'sha yerga borardi, boshqa joy yo'q edi. Endi bunaqa boylar ko'payib ketdi. Endi raqobat paydo bo'lgandan keyin reklama, marketingga ehtiyoj paydo bo'ldi. Servis degan gaplarga ehtiyoj paydo bo'ldi. Shunday ekan, ilgari bitta buzog'i puli bilan men do'kon ochaman desa ochardi. Chunki 10 talab xolodilnik bo'lmas edi. Mahsulotlar yo'q edi. Ishlab chiqarish rivojlanmagan edi. 96-2000-yillarda men bilaman, odamlar bitta molini sotib do'kon qilib qo'ya qolardi. Chunki u do'konlarda xolodilnik ham bo'lmagan. Vitrina, boshqa narsalar umuman bo'lmagan. Hozir 10 talab xolodilnik bor. Prlavkalar, boshqalar hammasi go'zal. Unaqa rekadan bunday qilib turib, qonir qo'yib ochish yo'q. Chunki u do'kon skladga o'xshab qoladi. Ilgari o'sha skladga o'xshagan do'konlarga kirib savdo qilganmiz. Endi hozir unaqa emas. Qishloq joyda deyapsiz. Qishloq joy ham har xil. Ba'zi bir qishloqlar bor, oddiy bir mahalla, 20 ta uyi bor, yo 30 ta xonadon bor, bo'ldi, ana shu yer qishloq. Ba'zi bir qishloqlar bor. Bitta rayondan katta qishloqlar bor. O'shaning uchun siz qishloq deganda qanday qishloqni nazarda tutganingizni men bilmayman. Bilganim, atrofingizdagi do'konlarga siz raqobatchi bo'lib kiryapsizmi? Atrofingizdagi do'konlar qanaqa? Necha puli bor? Agar $1 million puli bo'lsa, $1,5 million pul bilan harakat qilasiz. Chunki siz do'kon ochayotganingizda tasavvur qilaylik, ko'cha tekyapsiz. Siz do'kon ochganingiz bilan gupur savdo bo'lib ketmaydi. Ko'cha tekyapsiz, u ko'chat rivojlanishi kerak. Endi katta daraxt oldiga kichkinagina ko'chat ekib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha ko'karib ketmaydi, daraxt soyasida. Shunga o'xshagan narsa. Do'kon ochayotganimizda ham raqobatchilarimiz qay darajada? Agar raqobatchilarimiz kuchli bo'lsa, endi bir o'zimiz ochmaymiz. Komanda bo'lib 2 kishi, 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi pul tashlab ochiladi. Ana endi nimaga ehtiyoj paydo bo'ldi desak, endi sherikchilik qoidalariga ehtiyojimiz paydo bo'ldi. Mana endi sherikchilikni o'rganish kerak. Endi xullas mana video qilaman, boshqa qilaman deymiz.
Ana menda manaqa instrument bor. Mashina ham mingta elementi bor-da, o'rganish kerak-da. O'rganmasak, buni ham ishlata olmaymiz-da, oddiy narsaga o'xshaydi. Ishlata olmaymiz, lekin oziq-ovqat do'koni ham shunaqa. Ochsangiz, oching, raqobatchingizga qarang. Qay darajada baquvvat. O'sha darajada baquvvat bo'lib olib, keyin do'kon ochsangiz, o'ylagan maqsadingizga yetasiz degan fikrdaman. Yana bilmayman, avvalo Xudo biladi hamma narsani. Biz mana yerda o'tirib olib taxmin qilib gapiryapmiz-ku. Xudoyim berardan qismasan avvalo. Beraman desa o'ziga olsan. Lekin sabablarni qilish kerak, to'g'ri qilinsa, albatta hammasi yaxshi bo'ladi. Sabablarni noto'g'ri qilib qo'ysak, kattagina kuchli do'konni yoniga ana shu ochganda kichkinagina do'kon edi, katta bo'lib ketdi-ku. Men ham ochsam katta bo'lib ketaman desangiz, menimcha xato fikr bo'ladi. Chunki u ochganda uni raqobatchisi yo'q edi. Endi siz ochsangiz, sizning raqobatchingiz ana unday katta odam bo'lsa, albatta boshingizga mushlab turgandek bo'ladi. U yangiliklar yarataveradi. Siz o'solmay turaverasiz. Agar pulingiz oz bo'lsa. Shuning uchun yaxshisi atrofingizdagi do'konlarga bir qarab olasiz ochayotganda. Meni fikrlarim ma'qul kelgan bo'lsa, like bosinglar. Fikringlar bo'lsa kommentariya qoldiringlar. Sizlarning kommentariyinglar bilan men video qilaman albatta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.